alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz siz bilan egizak uylarni ko'rib o'tamiz. Buxoro shahar Latiko Imran Building loyihasidan 9 qavatli elitli lifli uyning 6-qavatda ikkita bir xonali uyimiz sotuvga chiqyapti. Aka-uka yoki egizaklar uchun zo'r tanlov. Eshikdan kirish qismi, kirishingiz mumkin, prixo'ja qilingan. Uyimiz to'liq avtorskiy proyektda ta'mirlangan, soatlar ham qo'yib qo'yilgan. Bu yer birinchi xonamiz. To'liq eng sifatli mo'y shabolarda ishlov berilgan. Oyoqdagi laminatlangan, bu yerda TV zona ham qilib qo'yilgan. Bu yerda kichkinagina dars qilish uchun joy ham mavjud. Shayxulola masjidining shundoqqina ro'parasida uyingiz bo'lishi bu hammaga ham nasib qilavermaydi. Mana o'zim nasib qilsa, masjidni oldidan uy sotib olish niyatim bor. Ungacha sizga ilinib turaman. Koridorlarimiz hamda sanuzi xonalarimiz, oshxonamiz teplib bol qilingan. Uy bekalarimizning orzusidagi oshxona desam xato bo'lmaydi. Gaz plitasi, vытяжка, rakvina barchasi mavjud. Avtorskiy proyektda uyimiz ta'mirlangan. Bu yerda esa siz servislarni qo'yishingiz mumkin. Kattagina shkafimiz mavjud, high-tech stilda. Tepagacha hamda sanuzli xonamiz, tepadan pastgacha kafelerga, vanna, rakvina, unitaz barchasi mavjud. Ariston ham qo'yib qo'yilgan. Manzilimiz barchaga tanish Buxoro shahar, Buxoro City Imran Building loyihasidagi 9 qavatli elitli lifli uyning 6-qavatda ikkita bir xonali xonadonimiz sotuvga chiqyapti. Ushbu xonadonlarimiz avtorskiy proyektda ta'mirlangan bo'lib, arzon narxlarga sotilyapti. Agar sizga uyimiz yoqqan bo'lsa, bemalol tezda quyidagi raqamlarga murojaat qilishingizni so'rab qolamiz.